Salom jigarlar, bugun biza mana shu 422 ta gemga mana shu yashilni ochib chiqamiz. O'shani ko'ramiz, nechta yashilda mana shu birovlar tushadi. Shu videoni hozir boshlaymiz. Boshlashdan oldin like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. 300 so'raylik, obuna bo'lib qo'yinglar. Unda biz hozir boshladik. 5 talikdan boshlaymiz. Yetdim, hamcha hech narsa yo'q. Yana yetdik. Bunlar nima narsa bermayapti. Qachon hammasini birovlar hammasi yetyapti-ki. Shu oxirgisi ham. 1 2 3 yaxshi 10. Birovlar tushib qolsa ana shuni. Bunday yondi. Eski. Normalniy fix kelmadi. Bizda nechta gem qoldi? 183 ta gem qolibdi. Shuni 2 tane ochsak, keyin bittani olar ekanmiz. Shu manimcha hozir tushadi-yu, shunday. Shunaqa ko'rinaychi. Ko'p, mana 7 bismillah. Yana bitta dona yashiga yetarkan. Ham bitta yashi ochamiz, o'zi bo'ldi manimcha. Bir shunaqa qilib chiqaychi, shuni uchun qoladi. Ketdi. Ana oxirgisi. Oxirgisini ocham. 1 2 3 8. Birovlar. Voy. Yana skin. Super redki skin ekan, nimaga remanga skin. Game qolmadi. Aksiyada game yo'q ekan. Ikkinchi akkauntdan kirdim, hozir menda 140 ta game bor. Shu 140 ta gamega yashil ochib chiqamiz. 2 tane ochamiz. Manimcha tushib bersa kerak, men yakki bu. Qani 7. Qani keyingisi 8. Qani birovlar tushadi endi. Yondi. Yana skin beradi. Mana o'chini 5 siga geldi va shu birovlarni tushira olmadik. Tushirish ham oson emas ekan. Xullas, Telegram kanaliga o'tib olishni maslahat beraman. Telegram kanalimda har kuni turnirlar qilaman. Kanalga o'tish uchun YouTube kanalining shapkasi turgan havola orqali o'tib olishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlardan Sarorbek Gaming bo'ldi.